34 yoshimda men Siz- ishga kirganman. Men o'qishim kerak, men Kerak. oliy ma'lumotli bo'lishim kerak Mana deb, shu. o'sha 34 ga kirgan bo'lsangiz ham bakalavrga o'qishga kirgansiz. Kirdim. O'zingizdan yoshlar bilan o'qigansiz. O'qidim yoshlar bilan. ha. Ajoyib. Yaxshiyamki o'qigan ekansiz. Bugun sizni farzandlaringiz, nevaralaringiz mani otam, mani bobom oliy ma'lumotli deb faxrlanishadi. Mana shu. Mana bu meva. Haqiqatdan chunki mana Xudoga shukr hozir 4 tasi o'qiyapti. 4 ta navaram o'qiyapti, oligon o'qigan. Mana 3 tasi yana Angliyada Xudo xolasa ular ham mana qizi navaramiz Anisha shu yil bitkazadimi? Xudo xolasa. Bu yildan Xudo xolasa u ham kiradi. Men uchun bilasanmi qanaqa baxt ularni o'qishga kirishi mana shunaqa ruhan tetiklantirdiki, aytishga ojizman to'g'risi. Chunki mani izdoshlarim, mendan qoladigan farzandlar oliy ma'lumotli bo'lsa, oliy saviyali bo'lsa, undan keyingi bo'ladigan farzandlarim xuddi uni orqasidan ketaveradi. Xohlasa, xohlamasa baribir oilada oliy ma'lumotli o'qimishli odam bo'lsa, kelajakka Xudo xolasa bular ham bizni ketimizdan mana kelyapti. Xudoga shukr.